Farzand tarbiyasi nomli kitobining davomi. Mikrofon oldida Nurjamol. 8-bob til madaniyati va gap so'zdagi adab tarbiyasi. O'z tilga qanday munosabat bo'lganligiga qarab, har bir kishining madaniyat darajasini, puhronlik qadr-qimmatini aniq aytib bergan bo'ldi. Paustovskiy. Uyg'ur xalqi qadimdan tortib madaniyatli millatlarning qatoridan o'rin olib kelgan xalq. Buning sababi yolg'iz Uyg'ur xalqi yaratgan ulug'vor madaniyat muvaffaqiyatlari bilan munosabatli bo'lib qolmay, balki Uyg'ur xalqi go'zal, boy, madaniy tilga ega bo'lganligi, Uyg'urlarning so'zlarini bayon qilish va so'zlashdagi adabga to'liq ahamiyat bilan qaraydiganligi bilan munosabatli edi. Tildagi madaniylik va ifodalashdagi fasohat shu millatning tafakkur safosini o'lchashning muhim ochqichi bo'lib keldi. Shuning uchun til madaniyati va so'zlash adab tarbiyasi farzandlarning safosi masalasida eng ko'ngil bo'lishga tegishli jiddiy vazifa. Birinchi qism til madaniyati tarbiyasi. Aql ham bilim tarjimoni bu til, ro'shan til kishini yo'ritqichi bil. Yusuf Hasajib. Til madaniyat tarbiyasi deganda nazarda tutiladigan ona til tarbiyasi. Ona til tarbiyasi farzandlarning qalbida ona tilga bo'lgan muhabbat tuyg'usini uyg'otish, ona tilni qo'g'dash va ona tilni taraqqiy qildirishni maqsad qildi. Shunga til va tilshunoslik xalq ma'rifining odatdagi hayotidan emas, balki markaziy mohiyatini tashkil qildi. Biroq ona til tarbiyasi maktablarning vazifasi emas, balki u butun jamiyat va har bir oilaning o'rtaq majburiyatlarining biri. Uyg'ur xalqi uzun madaniyat tarix musobaqasida Uyg'ur tilini yaratib va uni mukammallashtirib, uni jinida qadrlab keldi. Uyg'urlar farzandlari endi dunyoga ko'z ochgandan tortib, farzandlarning qalbiga ona til tavushlarini singdirib, ularning qalbida ona tilga bo'lgan cho'nqur muhabbat tuyg'usini uyg'otib keldi. Shuning uchunmi ona til tarbiyasi Uyg'ur xalqining farzand tarbiyasidagi ulug'vor an'analarining biri bo'lib kelganligi tarixdan bizga ma'lum. Uyg'ur ma'rifimi ona til tarbiyasiga intayin ahamiyat bilan qaraydi. Tarixiy musobaqaga nazar soladigan bo'lsak, Uyg'ur xalqi ona tilini va uning sofligini qo'g'dash, ona tilni taraqqiy qildirish uchun butun hayotini sarf qilganligi tarixdan bizga ma'lum. Buningdan ming yillar muqaddam O'rta Osiyoda umumyuzlik avj olgan arablashtirish to'lqinida Qarxoniylarning Mahmud ismli bir shahzodasi yetishib chiqib, o'z davrida muqaddas til deb ulug'lanayotgan arab tili bilan Uyg'ur tilining baygiga tushgan ikki otga o'xshash tang chepib ketayotgan madaniy til ekanligini arablarga va o'z vatanidagi ona tilidan aynigan va yodlashgan bir bilak ziyolilarga isbotlab berish maqsadida Turkiy tillar divoni degan buyuk qomusni yozgan. U bu asr uchun umrining yarmini degudek sarf qilgan. U giganit olim bu qimmatli va ahamiyatli emgaki bilan ayni davrdagi Uyg'ur tili va Uyg'ur madaniyatiga qilinayotgan dahshatli hujum uchun mustahkam ma'naviy sepil so'qqan edi. 15-asr kelganda yana bir qism og'michi shoirlar ona tilini kamsitadigan, Fors tilini madaniy til hisoblagan bir ta'tir iqlim o'tirib chiqqan. Xili ko'p avtorlar asarlarini Fors tilida yozgan. Arab, Farscha nurg'un so'zlar Uyg'ur tiliga kirib, Uyg'ur tilining lug'at sostavasida xili buzilishni borliqqa keltirgan. Bu xil yuzlanishning yomon oqibatini aql ko'zi bilan ko'rgan nurg'un madaniyat sarkardalari ko'krak kirib o'tirg'a chiqib, bir tarafdan ilmiy asarlar orqali Uyg'ur tili bilan Fors tilining madaniylik darajasini selishtirib, Uyg'ur tilining Fors tilidan madaniy til ekanligini isbotlagan bo'lsa, yana bir tarafdan Uyg'ur tilida munavvar asarlarni borliqqa keltirib, ulgu ko'rsatish orqali oqmichilarga zarba berdi va ona tilini qo'g'dab qolgan edi. Ular ona til uchun nimishq buncha kuydi, ona til uchun shuncha zo'r qurbon berishga tayyor turdi, chunki til degan bir millatning eng qudratli ma'naviy boyliqlaridan biri. Til degan millatning ruhi, millatning jini. Til ham bir millatning o'rtaq mulki, qadimki ajdodlardan qolgan qimmatli tavarruki. Har qanday bir millatning tili shu millatning tafakkuri bilan qon bilan go'shtdek yo'g'rilib ketgan. Til boyligi tafakkur boyligi degan so'z. Shunga ular tilni millatning jini deb qaraydi. Millatning mavjud bo'lib turishi, madaniyatning avloddan avlodga izchil davomlashi tildan iborat qurolga bog'liq. Agar bir millatning tili yo'qolsa, millatning o'zimi va madaniyati yo'qoladi. Ular xalqning tiliga qilgan hujumini uning qalbiga qilgan hujumi deb tushunadi. Xalq tilining hamisha milliy ruh bilan chambarchas bog'langanligini biladi. Ona tilini qo'g'dash uchun bo'lgan kurash vatanparvarlik va xalqparvarlikning oliy ifodasi edi. Mana shu Uyg'ur tili uzun yillar mobaynida Uyg'ur xalqini dunyo bilan bog'lab turdi. Dunyo madaniyatini uchrashtirgan bu oltin makonda oltin ko'rik bo'lib, dunyo bilan Uyg'ur xalqining qalbini uzilmas rishti bilan bog'ildi. Uyg'ur tilining qudratli kuchi tariximizda nurg'un ulug' olimlarni yetishtirib, Uyg'urlarni dunyo madaniyat munbarida oldin qatorga o'tkazgan edi. Insoniyat uchun baxt yo'lini, nijotlik yo'lini ko'rsatib beradigan dunyoviy xarakterlik nadir asarlar ana shu madaniy Uyg'ur tili bilan borliqqa kelib,
Uyg'ur xalqining shon-shuhratini dunyo jamoatchiligiga tunutgan edi. Dunyo tarixida barliqqa kelgan muqaddas kitoblarmi Uyg'ur tiliga ag'darilib, o'zining hayotiy qudratini namoyon qilgan edi. Bu haqiqatni to'liq tushungan Uyg'ur xalqi bala inga deb tug'ilgandan tortib uning qalb daftariga allay naqshlari bilan ona tilining muqaddas nurlarini naqshlashga boshlaydi. Shunday qilib Uyg'ur tili necha ming yillik tarixiy musofasini besib, tarixdagi har xil til assimilyatsiyalariga qarshi kurashda g'olib kelib, fan madaniyat g'oya zo'r darajada taraqqiy qilgan bugungi 21-asrga dadil qadam bosdi. Hozirgi madaniy dunyoda Uyg'ur xalqi farzandlariga ona tili haqida qanday tarbiya berish kerak? Uyg'ur tilining hozirgi zamon dunyo madaniyatiga yondishi va kelgusi istiqboliga kafolatlik qilishda oila tarbiyasi qanday rol o'ynaydi? Ona til tarbiyasi hozirgi dunyodami va kelgusidami qat'iy jiddiy qarash tegishli bir cheksizlik. Ona til tarbiyasiga sel qarag'anlik boshqa tarbiyalarga ham sel qarag'anlik bo'lib qoldi. Farzandlarning bu vaqt chig'ida chiqqan tunji ona degan so'zi ona tilining muqaddasligi bilan yo'g'rilib ketgan. Shu tunji sadodan keyin Uyg'ur onalari har xil usullar bilan farzandlarning tunji ona til o'qituvchisi bo'lib qoldi. Onaning bu vaqt singdirgan ajri farzandlarning tilining ravon bo'lishi, tafakkurning taraqqiyoti uchun cho'nqur asos soladi. Chunki tilning ravonligi, aniqligi va ifoda qilish kuchi farzandlarning fikr qilish qobiliyatini o'stirish uchun intayin muhim. Tili baldur chiqqan bolalarning aqliy taraqqiyoti bilan tili keyin chiqqan bolalarning aqliy taraqqiyoti ro'shan farqlanadi. Bolalarning tilining tez va ravon chiqishi ko'p mashqlantirish, ko'p so'ziltish, ko'p gap qilib berish bilan zich munosabatlik. Shunga Uyg'urlar maqsad muddasini to'liq ravon uqtira oladigan bolalarni aqlli bola ekan deydi. Duduqlab gapini uqtira olmaydigan, gapni taqtuq qilib maqsadini uqtira olmagan jur'atsiz bolalarni yaxshi til tarbiyasi ko'rmagan deb qaraydi. Shunga farzandlarning tilining ochiq va ravon bo'lishiga kafolatlik qilish kerak. Buning uchun bunda bir qancha xil usulni qo'llanish muvofiq. Birinchi, farzandlarni tili chiqishga boshlagandan tortib, aniq, to'g'ri talaffuz bilan ravon so'zlashga odatlantirish lozim. Agar gapini to'liq talaffuz qila olmaslik ahvollari bayqalsa, jur'atlik bo'lishga, tortinmaslikqa ilhomlantirib, gapni aniq, dona-dona, oldirmay so'zlashga odatlantirish, qiyilinib qilayotganligini his qilganda, yetaklash xarakterda so'zlarni to'liqlab berish kerak. Chunki ba'zi bolalar tortinish va jiddiylashish tufaylidan gapni to'liq talaffuz qila olmaydi. Ikkinchi, bolalarga gap qilish zaruriyati tug'ilgan chog'da gap qilib, boshqa chog'larda karimiz bo'lmaydi. Zurriyatsiz chog'larda bolalardan ko'proq narsalarni so'rash yo'li bilan g'idiqlash lozim. Agar bolalar bir yerga borganda bo'lsa, shu yerga borgandan keyingi ta'sirotlarini, nimalarni ko'rganliklarini, nimalarni qilganliklarini so'ziltish, o'ynagan, turgan ishlar to'g'risida so'ziltish, boshqalarga bo'lgan tushunchisini so'ziltish kerak. Ba'zi chog'larda palonnikiga berib, munda narsalarni akal deb buyruq berish, telefonni so'ziltish qatorliq usullar bilan yetaklash kerak. Uchinchi, maktabga kirgandan keyin va maktabga kirishdan burun bolalar bilan ko'proq aralashib, fikr almashtirishga ishtirok qilish kerak. O'qishdagi ta'sirotlarini, darslarning mazmunlarini so'zlab beqish haydakchilik qilish, kitoblarni o'lik o'qib berishni o'tinish yo'li bilan bolalarning til qobiliyatini, nutq qobiliyatini oshirishga bo'ldi. Bolalar bilan ancha-muncha ba'zi masalalar haqida munozaralashib qo'yishmi bolalarning fikrini o'tkirlashtiradi, tilni ravon qiladi. Ota-onalar farzand tarbiyalashda ona til bilan xanzo tili va boshqa chet el tillarining munosabatiga ilmiy ko'z qarashda bo'lish kerak. Qo'sh til o'rganish qadimdan beri Uyg'urlarning farzandlariga qo'ygan muhim talabi bo'lib kelgan. Diniy e'tiqod ehtiyojidan bo'lsin, madaniyat nuqtai nazaridan bo'lsin, Uyg'urlar qo'sh tilliq bo'lishni dunyoga yuzlanishning yo'l xati deb qaragan. Qadimki buyuk olimlardan Mahmud Qashqari, Yusuf Hasajib, Alisher Navoiylarmi arab, faris tillarining eng ustunlari hisoblanadi. Ular hatto arab, faris tillarida yuqori saviyalik va fasohatli asarlarni yozgan edi. Biroq ular shunday kamolatga yetgan turuqliqmi, hargiz ona tilidan voz kechmagan, balki ona tilni ulug' bilgan va ona tilda asarlarni yozib dunyoga tunilgan. Hozir ota-onalar farzandlarining qo'sh tilliq bo'lishiga bak ko'ngil bo'lyotidi. Bo'libmi sharoit yarat beradigan joylarda bolalarning xanzo til o'rganish va chet el tilini o'rganish ishtiyoqi zo'r darajada yuqori ko'tarilgan. Chet el tillari kurslari ko'paygan. Bu xil yuzlanish albatta kishini suyundiradi. Ota-onalar buning uchun xili ko'p pul chiqim qilyotidi. Biroq afsuslanarli bir ish, ba'zi ota-onalar boshlamchilik bilan farzandlarni ona tilini yodlashtirgan ahvollar bosh ko'tardi. Buning ifodalari mundaq bir qancha taraflarda ifodalandi. Biri, ba'zi ota-onalar farzandlari o'zaro aloqada ona tilini so'zlamay xanzo tilida so'zlashsa, ba'zilari yarim Uyg'ur tilida, yarim xanzo tilida so'zlab, abjash bir tilni borliqqa keltirib olsa, Onunla to'g'ri tadbir qo'llanmoqda yo'q, aksi faxrlanadigan, hatto o'zi boshlamchi bo'lib, xanzo tilida so'zlashadigan ahvollarni uchratdik. Yana biri, hozir xili ko'p ota-onalar farzandlarini xanzo maktablariga berish bir to'lqin aylan qiltirdi. Bu
Bu o'quvchilarning ona tili mangu xanzu tili bo'lib qoldi. Uyg'ur tili ular uchun ikkinchi o'rindagi qo'shimcha o'rgangan til bo'ldi. U bolalar hargizmi Uyg'ur maktablarida ona til tarbiyasi ko'rgan bolalarda qalb hissiyotini ona til bilan to'liq mukammal ifodalab berolmaydi. Ular ona til bilan faqat turmushdagi oddiy aloqaning hududisidan chiqa olishi mumkin. Men taniydigan oliy maktabda o'qigan xanzu tilida imtihon berib, qabul qilingan bir necha o'quvchi bor edi. Ular 5 yil muntazam Uyg'ur tilida dars anglabmi, keyin xil uzun mezgil Uyg'ur tili bilan dars o'tishning hududisidan chiqolmagan edi. Ba'zilari kasb almashtirib chiqib ketdi. Bunda bo'lishning nima sababi bordir deb jamiyatdan ahvol egallab baxtim. Ba'zi ota-onalar Uyg'ur maktablarda o'qigan bolalar xanzu tilini bilmaydi ekan, shunga ularning istiqboli yo'q bo'ldi. Xanzu maktablar o'qish istiqboli bo'ldi deb qaraydi ekan. Bir bilak ota-onalar Uyg'ur maktablarining sharoiti nachar, o'qituvchilarning saposi tuvan, xanzu maktablarining sharoiti yaxshi, o'qituvchilarning saposi yuqori deb qaraydi ekan. Birinchi xil qarashning asosi yo'q. Agar masalaga unda qaraydigan bo'lsak, mantiqiy jihatdan xanzu bolalarning istiqboli parlaq, Uyg'ur bolalarning istiqboli yo'q degan xato aqliy yakun chiqargan bo'lib qolamiz. Agar til farqi nuqtasidan istiqboli farqlanadi deb qaraydigan bo'lsak, unda da milliy ma'rifning darvozasini taqab barliq bolalarni xanzu maktablariga berish zaruriyati tug'ilamdi. Shuni bilish kerakki, milliy ma'rif millatning gullanchi va taraqqiyotining eng muhim kafolatchisi. Umumliq nuqtasidan qaraganda istiqbol masalasi farzandlarni xanzu maktablariga berish yo'li bilan hal qilgan bo'lmaydi. Balki milliy ma'rifning sifatini yuqori ko'tarish orqali bu masalani hal qilish uchun asos solgan bo'ldi. Uyg'ur tili va Uyg'ur ma'rifi hargizmi millatning istiqboliga aks ta'sir ko'rsatadigan ma'rif emas. Uyg'ur ma'rifi necha ming yillardan buyon ona tilida dars o'tish orqali dunyoviy mashhur olimlarni yetishtirib chiqqan edi. Hozirmi shuncha ko'p professor va doktorlarni jamiyatga chiqardi. Xanzu maktablar o'qiyotgan o'quvchilar bilan Uyg'ur maktablarida o'qiyotgan o'quvchilarning saposida ro'shan farq yo'q-ku. Til masalasidan qarasak, hozir 3-yillikdan boshlab toki oliy maktab bitirguncha xanzu tili o'rgandi. Oliy maktabni bitirgan ko'plagan bolalar xanzu tilida ravon aloqalasha oladi. Shunga ota-onalarning farzandlarini ona tilidan mahrum qilishga zo'rlaydigan har qanday vositasini istiqbol uchun tirishish deb qaramaymiz. U shaxsiyatchilik, manfaatparastlikdan kelib chiqqan quruq bahonadan boshqa narsa emas. Agar ota-onalar haqiqatan farzandlarining istiqbolini o'ylaydigan bo'lsa, uni millatning bir butun madaniyat izchilligi va ona tilining mukammalligidan izlash lozim. Farzandlar uchun ona tildan mahrum qilishdan ortiq yo'qotish bo'lmaydi. Chunki tilda xalqning borligi, uning vatani gavdalandi. Til xalq o'tmishi, til xalqning o'tmishi, hoziri ham kelajak avlodini mustahkam bir butunlikka, tarixiylik va jonliqlik jihatda jipsillikqa aylantiruvchi eng hayotiy, eng boy, eng mustahkam vositadir. Nasihatdan namuna: Balam, ona tilingni qadrlaysan. Hargiz ona tilingga haqorat keltirgan ish qilma. Uyg'ur tili hargizmi dunyodagi ilg'or, madaniy tillarning kaynida qolgan til emas. Pifagor shundoq degan ekan: bir millatga tava bo'lgan eng ulug' va eng qadrlashga tegishli narsaning til ekanligini bilganingda, ondan o'zingni bilalaysan. Tilini yo'qotgan millat madaniyatini oxiri o'zini yo'qotadi. Bir odamning ona tiliga tutgan pozitsiyasi millatga bo'lgan pozitsiyasini ifodalaydigan eng muhim alomat. Ona tili shu millatning qalbini bir-biriga tutashtiradigan rishta. Ana tilinglar seni xalq bilan bir gavdaga aylantira oladi. Shunga Alisher Navoiy buvimiz tilga e'tiborsiz qaraganliging elga e'tiborsiz qaraganligingdir degan. Ana til degan necha ming yillardan beri ajdodlarning ruhiy va tafakkurining jonliq simosi bo'lib, ana tiling orqali xalqing bilan fikr almashtira olmasliging nima degan ichinishli qol? Balam, ana tilda so'zlamay boshqa tillarda so'zlashni madaniyatlik hisoblaydigan odamlarga uchursang jur'atlik nasihat qil. Ularning nasihati kirma, ular bilan aralashma. O'zining tilidan yangan, tangan odam san vafo qilmaydi. Unda odamning o'zini oqlashga sababi va salohiyati yo'q. Ona tilga qilgan osiylik millatga, milliy madaniyatga va ajdodlarga qilgan osiylik bo'ldi. Bu gapimni hargiz unutma. Balam, qarindosh millatlarning tilini va biror chet el tilini ko'ngil qo'yib tirishib o'rganib olgin. Bu sening dunyo bilan uchrashishing, dunyo madaniyati bilan uchrashishing, boshqa millatlar va dunyo xalqi bilan qalb almashtirishingda oltin ko'rik bo'ldi. Hozirgi dunyoda yolg'iz ona tilini bilib boshqa biror til bilmagan odamni yarim odam deymiz. Qo'sh tillik odamni qo'sh qanotli qush deb tasavvur qil. Xanzu tili va boshqa chet el tillarini o'rganganda uni hargiz ona tilingning ustiga qo'yma. Chet el tilini biladim deb tamanno qo'yib ona tilingni kamsitma. Ona tilingni kamsitganliging amaliyot o'zingni, millatingni kamsitganliging bo'ldi. Ko'p tillik bo'lish odamning madaniyatlik darajasini yuqori ko'tardi. Biroq o'z tilingda hissiyotingni aniq, ro'shan, jonliq bayon qilib berolmasang, seni madaniyatlik deb qarashqin bo'lmaydi. Shunga ona tilingni puxta o'rgangin.
tilingni qancha beysang, tafakkuring shuncha o'tkirlashidi. Balam, bilsang edi, Uyg'ur tili ifodalash kuchiga boy, erkin, jonliq, go'zal, ravon til. U qalbingdagi har qanday chunqur ma'nolarni eng ro'shan ifodalab berishning huddisidan to'liq chiqa oladi. Yusuf Xosajib shunga ona til bilan 100 so'zning tugunini bir so'z bilan yashkil bo'ladi deb ta'riflagan. Shunga ona tilingning qadriga yetgan va uni beyitish uchun tirishgan. Uyg'urlarda farzand tarbiyasi nomli kitobning 8-bobining 1-qism mazmuni o'qib tugatildi. Davomli huzuringizda bo'ldi.